Bizga ikkita gol urgan, sho'ldirib, or-nomusga o'ldirib, paymonamni to'ldirib, bo'g'ib qo'yaymi o'ldirib, ha? To'g'risini aytaymi, futbol tushunadiganlar biladi. Biz 2 kishi kam o'ynadik. O'shuning uchun yutkizib qo'ydik. Bo'lmasa biz yutib olardik. O'zi 3 ta komanda o'ynadi bu maydonda, o'yinni ko'rganlar biladi. Sudya ham bitta komanda qo'yapti o'zi. Bizdan ko'ra, o'yinchilardan ko'ra mana sudyaga ko'p to'p tegdi. Hozir Benfica'ni o'zini davlatida Chempionlar Ligasini yutuq qilib yorishibdi hozir Real yutganligi uchun. O'sha shunaqa ketibdi. Endi xafa bo'ladigan narsa emas, sababi City ham yutkazib qo'ydi, Barsa ham durang o'ynadi. Endi biz 2 kishi kam bo'lib bunaqa narsa qilsa bo'laveradi. Endi kam o'ynaganligimiz uchun. Bir ikkitasi aytayapti, asosiy ikkitasi qizil olgandan keyin endi keyingi o'yinlarga tushmaydi, qiyin bo'ladi deb. Bizni Perezga farq yo'q. Pele kelib bo'lsa, Ves komandani ham tushirmay qo'yadi Perez. Borishmay qo'yaver deb qo'yaveradi. Lekin o'yinni ko'rmaganlar armonda qoldi. Qonli jang bo'ldi lekin bor. Ertalab mana ko'rayotganlar, mana kunduz ko'rayotganlar armonda qoldinglar. Ash paytida ko'rish kerak edi. El Klasikodan ham kuchli o'yin bo'lib ketdi, onasini yemsin.